Shu oldida ko'rib turgan Murave skuterlarda bemalol kuniga 500 ming, 600 mingdan pul topsanglar bo'ladi akalar. Mana qaranglar. Armada Motors'dagi eng katta Murave 2 tonnali. Mana bortini razmerlarini bitta ko'ringlar. Qaranglar, juda ham katta. Motorlari ham 2200 wattli qaranglar. Juda ham bahaybat motor qo'yilgan. Ikkitadan 4 ta risol, qo'shimcha prujina, amortizator, ular hamma narsasi bor akalar. Mana podyomga skoroslari ham bor. Mana panijinlik. Xo'p, elektronli tablo, kolonka. Mana balonlarni ham o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi akalar. Balon razmerlari ham 550 ga 12 hisoblanadi. Juda ham katta. Ular hamma sinovdan o'tgan akalar, bemalol buni kelib xarid qilib ketsalar bo'ladi. Xo'p, bunga hozir generator qo'yilgan. Qaranglar. Generator ham qo'yib beramiz. Generatorimiz ham toza 5 kilovat tok chiqaradi akalar. Alohida desanglar, alohida ham chiqarib beramiz. Zakaz qilsanglar, Muravega ustanovka ham qilib beramiz. Xo'p, Muraveni o'zining narxi $1500 akalar. 2200 wattli motor bilan jihozlangan, 2 tonnali. Hali 700 kilo 1 tonnali Murave bilan adashtirmanglar. Bu 2 tonnali. Qaranglar, $1500 akalar. Xo'p, kichirog'i kerak desanglar, mana kichirog'i 300 kilo, 350 kilo yukni bemalol ko'taradi, mana qaranglar. Bitta oila uchun juda ham zo'r. Bozorga, dalaga chiqqani juda ham zo'r variant. Mana oldida ikkitadan 4 ta tumanilari bor. Xo'p, faralari ham lupali, elektronli tablo. Ko'rsanglar bo'ladi. Bluetooth-lari, kolonkalari bor. Oldiga, orqaga yuradi. 3 ta skorosti. Masofadan boshqarish uchun pultlari ham bor. Oldi tormozlari jidkisli hisoblanadi mana. Qaranglar, diskiviy, to'xtashi juda oson. Balon razmerlari 400 ga 10. Mana. Buni ko'rsanglar bo'ladi. Rushnolari, bu yoqda suv qo'ygan joylari ham bor. Xo'p, bunimiz narxi $850 akalar. Bundan tashqari bunda mana odam o'tirib ketsa ham bo'ladi. Qaranglar. Ikkita odam bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Ikki tarafida ham eshiklari ochiladi akalar. Xullas, mini Murave. Narxi $850. Buni ham xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Xo'p, xuddi shuni ozgina dizayni boshqacharoq varianti. Bu ham shunaqa 300 kilo, 350 kilo yuk ko'taradi. Orqasida ikkita odami bor. Bu yog'i yonboshdagi eshiklar ochiladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Podyomga skoroslari ham bor. Ruchnoy, elektronli tablo. Pultini qaranglar. Ular bitta kalitda ham pult, ham zavod qilsanglar bo'ladi. Buni ham old tormozlari, jidkisli, kolonka magnitofonlari bor. Bitta zaryadda 60 km masofa bosib o'tadi. Tezligi 45-50 atrofiga chiqadi akalar. Buni ham yukxona qilib ishlatsanglar bo'ladi. Orqada mana orqa bortlari ham ochiladi. Xullas, buni narxi $800 dan xarid qilib kelsanglar bo'ladi akalar. Har xil ranglari bor. Mana buni balon razmerlarini bitta ko'ringlar. Ancha-muncha yali teshilib qolmaydi. Mana 400 ga 10. Ancha qalin balonlar bilan jihozlangan. $800 dan xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Bular pul topar variantlar akalar. Endi bular mana yosh kattalarga olib bersanglar, masjidga, choyxonaga, bozorga qatnagani juda ham idealniy variant. Xo'p, birinchisi usti yopiq akalar. Qishda buni yonlarini ham polni yopib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bitta zaryadda 60 km masofa bosib o'tadi. Elektronli tablosini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham katta, dvornilar ishlaydi. Telefonlarni zaryadga qilib kelsanglar bo'ladi. Orqaga, oldiga yuradi. Skoroslari, masofadan boshqarish uchun pultlari. Orqada ikkitadan o'tirsa bo'ladi. Bundan tashqari orqasi ham ochiladi. Yukxona qilib ishlatsanglar bo'ladi. Orqa kameralari ham bor akalar, qaranglar. Orqada kamerasi ham bor. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, $950 skuterning shu holati. Agar yoponchiqlari bilan olaman desanglar, $1000 ga olib kelsanglar bo'ladi. Polni atroflari yopiladi. Qishda bemalol sovqatmasdan minib yursanglar bo'ladi. $950 skuter narxi, $1000 zontigi bilan olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimiz 1 kishilik variant akalar. Qaranglar. Bitta odam maza qilib nevaralari bilan aylanib yursa bo'ladi. Oldiga, orqaga suriladi sidinlari. Buning narxi $700 akalar. Mana.
Ko'rsanglar bo'ladi. 700 dollar. Xo'p, endi usti ochiq variant akalar mana. Bitta odam buni bu yoqqa qilib turib, orqaga ham bittadan o'tirsa bo'ladi. Buni narxi 600 dollar akalar. Telefon поставка, kolonka, masofadan boshqarish uchun pult, NFC karta, hamma narsasi bor. Xo'p, mana shu yerda ko'rib turgan hamma skuterlarni uzun marketdan 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi akalar. Mabodo uzun marketda siz xohlagan skuter bo'lmasa, telefon qilasizlar, qo'ydirib beramiz. Liboyini bo'lib to'lashga olib ketsanglar bo'ladi. Mana shu Armada Motors'da ko'rib turgan Liboy skuterni bo'lib to'lashga olib ketsanglar bo'ladi. Naq pulga olaman desanglar, do'konlarimizga kelasizlar, xudo xolasa, chiroyli narxlarda qilib garantiyasi bilan qilib beramiz akalar. Mana kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Barchalarni do'konlarimizda kutib qolamiz.